Assalomu alaykum Ovush Market YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana bugun savdolarimizni boshlab olganmiz. Kirib kelgan hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hayit ayyomiga mana katta tovarlar, yangi partiyadagi tovarlarimiz kelgan. Do'konimizda hammani tutib qolamiz mana. Pomidorlar mana 13 mingdan, bo'riylar 11 mingdan. No'xatlar bor, Eron no'xat. Sabzi, kartoshka, piyozlar bor. Mana yangi sabzilar chiqqan. Sariq sabzi deysizmi, qizil sabzi deysizmi, hammasidan bor. Kartoshka, yangi kartoshka, oq qizil piyozlar bor mana. Pomidorlar turidan bor. Kelaverasizlar. Guronch, ziravorlar barchasi bor. Manzilimiz Chortoq ko'prigidan o'tgandan keyingi ikkinchi Ovush.